Xo'p, yangi noldan proyekt yozaman va tezroq yozib chiqishga harakat qilaman. Vaqtdan yutish uchun. Bu qanaqa proyekt? Bu proyekt o'sha Qanaqa pagination proyekt? o'rganish uchun bizda oddiy ilova bo'ladi, oddiy notlar bo'ladi. Notlarni search qilishimiz mumkin. Not kiritish, tahrirlash, ular bilan ishlamaymiz chunki ularni ko'rganmiz. Biz asosiy fokusimiz o'sha not ro'yxatni yaratamiz va uni qidiruvni amalga oshiramiz. Va unga pagination qo'llaymiz. Pagination qo'llashdan oldin oddiy ma'lumotni olib, ya'ni flow list qilib olib ishlatib ko'ramiz. Uni kamchiliklarini ko'ramiz. Undan keyin paginationda apply qilamiz. Bu ko'proq vaqt oladi, uxlab qolmagin deganapmi? Hop. Buni shunchaki Buni YouTube'ga qo'yamiz aytgandingiz. ha, YouTube'ga qo'yib qo'yaman keyin mana shunday. Not is pagination deyman. Room uchun ketdi finish. Import qilasini endi. Bizga qaysi kutubxonalar kerak? Biz roomni ishlatamiz, albatta birinchi o'rinda. Shu holatida mana build modulga kiraman va bu yerdan pastdan boshlab birinchi roomni olishdan boshlayman. Mana roomni olyapmiz va bunda KSP bor. KSP ni hali olganimiz yo'q. Mana bunaqa xatolik chiqyapti. Sababi buni version Lips versionsga hali qo'shganimiz yo'q. Shuning uchun xatolik chiqyapti. Va bir yo'la navigation yo'q, navigation shart emas. Dagger hit qo'shib ketaman. Pastidan Dagger hit qo'ydim. Dagger hitda ham KSP bor. KSP ni hali olganimiz yo'q. KSP bu plugin. Pluginni endi olamiz. Hop, yana bizga nima kerak? Paging bor bo'ldi. Endi Lips versiondan olaman. Men avvalgi proyektdan olib qo'yapman bularni. Android Room, mana Roomni topdim va buni Lips versionga qo'yapman. Tarafcha uzayib ketibdi. Shotga room deymiz va boyaga roomni ma'lumotlarni ko'ramiz va roomni version ref'ini tepaga yozamiz. Tepadan version ref, ya'ni roomni 2.6.1 versiyasini ishlatyapmiz mana. Version ref'ga 2.6.1 versiyani qo'shdim. Mana room, ya'ni roomda nimalar bor? Android room compiler asosiysi. Undan keyin roomda o'zida KTX. Keyin paging. Bu compiler nima KSP bilan olamiz buni. Naryoqda o'zi turibdi mana KSP ga olib o'tadi ko'rayotgan bo'lsak. Xo'p, shu. Undan keyin olishimiz kerak bo'lgan narsa Hilt. Hilt ishlatamiz. Va Hilt bilan birga Hilt navigation ham bor. Hilt o'zi emas, ya'ni navigation uchun ham mana. Ya'ni Hilt navigation compose, Hilt Android va Hilt compiler. Va bular uchun Hilt Android bilan Hilt compilerni yozishim kerak ekan. Ularni ham olaman tepadan. Hilt Android va Hilt compiler. Chunki ular ikki xil versiya bo'lgani uchun alohida yozilgan. Ya'ni Hilt Android 252, compiler versiya 1.2.0 ekan. Bo'ldi. Hiltni roomni oldik va bularda nimasi bor? Plugini bor. Kotlin KSP Serialization Dagger Hilt. Uchalasini olib qo'yamiz. Serialization bizga shart emas, chunki serializationda tashlasak bo'ladi. Buni ishlatganimiz yo'q. Biz serialization nimaga? Navigation ishlatayotgan paytimizda kerak bo'ladi serialization. Room uchun shart emas hozir. Demak, KSP ni oldik. Mana KSP va Dagger Hiltni pluginini qo'shib qo'ydik. Roomda plugini yo'q.
Xo'p, endi yana orqaga qaytaman, Gradle'ga qaytsam, mana bular xatoligi ketdi. Faqat KSP hali mavjud emas. Buni qo'yishimiz uchun tepaga chiqib, plugins bo'limiga o'tib, men modulda turibman hozircha va bu yerga KSP ni pluginini implement qilishim kerak bo'ladi. Dagger Hill bilan. Mana. KSP Dagger Hill. Endi buni yana projektni o'zidan ham olishimiz kerak. Project, ya'ni Gradle projectga ham kiramiz va bu yerga ham qo'shib qo'yamiz. Plugin Dagger Hill hamda plugin Kotlin KSP. Mana shunday. Xo'p, menimcha muammo qolmadi. Bitta sync qilsak, bizda mana bu joydagi xatoligimiz to'g'rilanib ketishi kerak. KSP bo'ldi. Kutaylik. Bo'ldi. Build time error yo'q, mana hamma narsa yuklandi, muammo yo'q, kamchilik yo'q. Yaxshi. Davom etamiz. Birinchi, roomni o'zini implement qilishdan boshlaylik. Xo'p, ya'ni biz clean arxitekturadan foydalanib qilyapmiz deydigan bo'lsak, bizda nima? Data paketi bor. Buni ichida bir yo'l yozib ketsam bo'lar ekan. Buni ichida lokal bor. Lokal yoki db deb yozsak bo'ladi, farqi yo'q. db deb yozaylik, mana. db ni ichiga nima yozamiz? App database desak ham bo'laveradi yoki node database deylik. Node database. Node database yaratdik va undan oldin node down yaratishimiz kerak edi va undan node down yaratib olaylik. Birinchi mana bu yerga bir yo'la node down ham yaratamiz. Bu interface edi, mana shunday. Yaqinlashtirib qo'yaylik. Xo'p, node downga eng boshiga nima qo'yamiz? Albatta down belgisini qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu roomda annotatsiyasi. Ya'ni hamma so'rovlarni shuning ichida qilamiz. Hozircha hech qanaqa so'rov yozmay turaman. So'rovda keyin yozamiz. Node down yozib olganim, node database ichida buni ishlataman. Shuning uchun yozib qo'ydim bir yo'la. Node database ishlatishim uchun menga bir yo'la entities ni qo'shib ketishim kerak. Ya'ni entity degani o'sha table'imiz. Table'ni hali yaratganim yo'q. Table'da shu database ichiga model degan paketni ochib, misol node entity deb turib alohida table yaratib, undan tashqari bu yoqda tashqarida boshqa model klass yaratib, node degan bir-biridan ma'lumot olib o'tish shart emas bizga. Bitta model yaratamiz, o'shani database uchun ham ishlataveramiz, o'zimiz uchun ham ishlataveramiz. Ba'zida ikkita model klass yaratib oladi foydalanuvchilar, ya'ni UI ga ko'rsatish uchun alohida model klass, database ga table sifatida saqlash uchun alohida model klass qilib oladi. Biz bitta yaratib ketamiz. Xo'p, buni endi qayerga yaratamiz buni? Mana shu yerga yaratib ketsak ham bo'ladi. Modelda tashqariga yoki mana shu yaxshi datani ichiga yaratmay qo'yaylik. Modelning ichida bizda node degan data class bor va bu entity bo'ladi. Ya'ni entity ni yozib olamiz. Yozmasak agar mana node nomini o'zini oladi. Biz kichkina harfda node deb ketaveraylik va data classimiz ichida primary key bor. Birinchi o'rinda primary key after generate true bo'ladi deb qo'yamiz. Bu id uchun. Val id long tipida beraman id ni nullable bo'ladi, default qiymati null bo'ladi va undan keyin val title kerak, xolos bizga boshqa ma'lumot kerak emas. Title ya'ni ko'rsatish uchun teng bo'ladi, empty bo'lsin default qiymati. Bo'ldi, ikki xil ma'lumotdan iborat bo'lgan bizda node degan model klassimiz bor. Dataga qaytaman, node database ga qaytaman va bu yerga yozishni boshladim. Birinchi database degan annotatsiyani qo'yib olaman va buni ichida entities degan parametr bor. Bu entities table nomlarini so'raydi. Bizda bitta table bor, bu ham bo'lsa node. Node ham qaysi? O'zimizning model klassimizni olishimiz kerak. Node class va undan keyin version 1 bo'ladi. Xo'p, bu abstract class bo'ladi doimgidek. Node database chunki umumiy class sifatida olinyapti. Room database dan nasl oladi. Va shuni ichiga men abstract function deb turib node down ni shu ichiga yaratib olaman.
buni tipi node DAO'da bo'ladi deb qo'yaman. Abstract class bo'lgani uchun bunga qiymat berishim shart emas. Xohlasak buni funksiya sifatida bersak bo'ladi, xohlasak buni nima val deb turib o'zgaruvchi sifatida berib ketsak ham bo'laveradi. Mana shu tarzda. Har xissa bir xissa ma'qulmi? Xo'p, bir hissa. bu yerga companion object va bu yerga constant val deb turib table nomini berib ketaylik. db name teng bo'ladi node db bo'lsin. Bo'ldi. Database-da shuni o'zini qilamiz xolos. Qolgan qismini qayda? di da qilamiz. Endi dependency injection bu. Bizda dependency injection nima edi? Hilt edi, dagger hilt. Endi o'shanga navbat. Database, ya'ni datani pastidan ichiga yozsak ham bo'ladi, tashqisiga yozaveraylik. Ya'ni di da yozaman. Dependency injection va bu ichiga yangi file app module deb olaman va bu obyekt bo'ladi. Xo'p, app modulda nimalar bor? Birinchi o'rinda app modulda modulligini aytib qo'yaylik. Bu modul va bu install, ya'ni o'rnatilish kerak. Shuni o'zida install in singleton component klassidan foydalanib o'rnatamiz. Va ichkarida bizda faqat room bor. Roomni yaratamiz. Provides singleton va function deymanda provide db deb ketsak ham bo'laveradi yoki database. Mana shunday. Bu function va bu nimani applicationda talab qiladi. Application yoki application context bersak ham bo'ladi. Application berib qo'ya qolamiz. Application qaytaradigan qiymati bizda node database qaytarsin. Node database ni qaytarsin deb qo'yamiz. Return. Endi roomni build qilamiz. room.builder room.database builder va buni ichida birinchi talab qilinadigan, ya'ni context teng bo'ladi appga. Virgul. Endi bu yerda key class nomini beramiz. Key classimiz, ya'ni bizning database klassimiz node database bo'ladi. class.java virgul endi nom. Ya'ni name bo'lsa teng bo'ladi node database ichidan db ni tashlaymiz. Va buni fallback to destructive migration deb yoqib qo'yamiz. Buni development uchun ishlatiladi. Avval ham ko'p aytganman. Proyektlarda, ya'ni production uchun chiqarayotgan proyektda buni ishlatmaslik kerak. Doim db da yangilanish qildingmi, migration qo'shib ketish kerak. Biz hozir productionga qilmayapmiz o'zimiz uchun. Ya'ni sen bilan hali migrationni ko'rmadik. Birorta oddiyroq migration qilishni ko'rsatib qo'yishim kerak senga. Va keyingi darsda bir ko'rib berarman. Aynan shu proyektimiz o'zida bitta migratsiyani qanday bajariladi, shuni ko'rsatishga harakat qilaman keyingi darslarda. Xo'p, bo'ldi, database build qildik va buni qayga Daggerhillga aytib qo'ydik. Demak, biz database so'rasak, Daggerhill o'zi provide qilib beraveradi. Biz uni main activitydan applicationda berib olib kelishimiz shart emas, yaratib applicationda o'zi oladi. Qaydan oladi? Hali biz applicationda bermadik. Biz applicationda yaratib olib, mana bu yerdan my app deb turib application klassimizni yaratamiz. Bu applicationdan nasl oladi. Va bu yerga nima deb yozardik? Esingdami? Hilt Android app deb qo'yishimiz kerak. Ya'ni Android application klassligini aytib qo'yapmiz. Bo'ldi. Endi buni manifestga chaqirib qo'yishimiz kerak. Manifestga o'taman va manifestda applicationga name orqali my app ni chaqirib qo'yaman va shunda bizning my appimiz ilovamiz asosiy application klassi bo'ladi va application class bitta bo'ladi. Shuni aytib qo'ydik manifestda. Xo'p, bo'ldi. Daggerhillni qo'ydik. App modulga roomda yozdik. NodeDB'imiz bo'ldi. DAO'ga endi nimalarni yozishimiz kerak? Xo'p, so'rovlarni yozishimiz kerak. Ya'ni ma'lumot kiritish, uni chiqarish. Men boya aytganimdek, oddiy turda ma'lumotni olamiz. Birinchi kiritishni yozib olaylik. Insert bo'ladi. Insert
suspend function, insert notes deyman va list sifatida olib kelaman. Notesni bir yo'la men list sifatida kiritib ketaman bu yerga, shunda menga qulayroq. Ya'ni roomga biz faqatgina notni o'zini kiritishimiz emas, ya'ni bitta modelda emas, uni ro'yxat sifatida kiritib yuborsak ham bo'laveradi. Bizga hozircha shunaqa kerak, chunki biz view modeldan turib custom not ro'yxatlarni yaratamiz, uni avtomatik kiritib ketamiz. Biz ruchnoy qo'lda kiritmaymiz. Bizga asosiy maqsad ma'lumotlarni olish, uni qidiruv tizimini tekshirib ko'rish. Xo'p, kiritib oldik va query yozaman. Querydan oldin function deymanda get notes deyman. Albatta buni nimasi bor? Query'si bor yoki query deylik, search query bo'ladi, string tipida bo'ladi. Mana shunday. Select yozuvchi from note where title like ikki nuqta qo'yib turib query ni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Order by yoki boshqa narsa mayli. Order by ID bo'yicha chiqarsin, tartib bo'yicha chiqadi. ID bo'yicha chiqaradigan bo'lsak. Mana shunday. Va buni qaytaradigan qiymati bu o'zimiz usul bilgan flowda qaytarib ko'rsatib beraman. Flow list va listda ham list tipi notda bo'ladi deb qo'ydim. Bo'ldi, db ga buni yozdik, note down yozdik, repository. Endi bizda hammasi bittadan bo'lgani uchun alohida package yaratmayman. Shunchaki bir yo'la yozib ketaveraman bitta db ni ichiga. Note repository deb turib shuni kiritib ketamiz. Va bu inject konstruktor orqali db ni olishimiz kerak. Private val db not db. Nima uchun DAO ni ola olmayapmiz? Sababi biz DAO ni app modelga kiritganimiz yo'q. Faqatgina database ga kiritdik. Endi database ichidagi DAO ni endi biz olishimiz mumkin. Chunki bizda database da dastur bor, olish imkoniyati bor. Shuning uchun bu yerga db ni berdim. Endi bu yerga private val deymanda ichkarida qo'rqmasdan DAO teng bo'ladi db ni ichidan not DAO ga deb qo'yaman, bo'ldi. Endi funksiyalarni yozaveramiz. Funksiyalar insert qilishimiz uchun mana shunday funksiya ishlatyapmiz. Teng DAOdan insert notes deb berib ketamiz. Get qilishimiz uchun ham shunday berib qo'yamiz. Bizga hozir shuni o'zi yetadi. Get notes query ga. Bo'ldi, bu tushunarlimi? Nasilbek? Uxlab qolmayapsanmi? Yo'q. Hop, datada qiladigan ishimiz qolmadi. Keyingi ishimiz db ni ham yopamiz, db o'zi di ni ham yopamiz, modulni ham yopamiz va bu yerga yangi package ochamiz. Package'imiz presentation. Buni ichida endi bizda home bor edi. Home deb ochib olaman. Bitta home bo'lsa. Va buni ichida ham components degan package bo'ladi mana shunday. Hop. Birinchi UI ni qilishdan oldin view modelda logikasini qilib olaylik. Home da o'ziga not state ochib olaman, oddiy. Not state. Hop. State asli bizga state kerak emas hozirgi holatimizda. Boshqacharoq usulda yozib ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, state shart emas ekan. Ma'lumotlarni olish uchun faqat bizga event kerak ekan. Not event yaratsak bo'ladi. Ya'ni searchni so'rovini jo'natish uchun not event bu interface sealed interface da bo'ladi va bu yerga data class orqali search not deyman. Va bu yerga query ni yozaman. Query string tipida bo'ladi. Va bu val bor. Albatta data class bo'lgani uchun val query va bu narsa not event dan nasl oladi. Bu bizga state kerak emas. Sababi state da biz albatta not listni qaytaryotgandik, lekin u yerdan
not listni olmaymiz. Mayli, hozir oddiy holatda yozayotganim uchun state ham yozay, keyin uni ishlatmay tashlab ketish holatini ham ko'rsatib ketaman. Not state. Not state'imiz nima edi? Data class deydi va unda one notes bor edi. List tipida qayt keladi UI ga va bu not bo'ladi. Ichida default qiymat empty list bo'ladi. Bo'ldi. Buni ham yozib qo'ydik mayli. Home'da endi view model yozamiz. Not view model class health view model bo'ladi albatta. Chunki biz Dagger Healthga aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu view model deb turib. Va ichkarida inject constructor orqali repositoryni olamiz. Inject constructor private one repository not repository. Va bu albatta view modeldan nasl oladi deb aytib ketamiz. View model. Bu private one state tag mutable state flow orqali biz not state'imizni yozib olamiz. Mana shunday. Va while deb turib state o'zini yozib olamiz. Bu mana shu state'imizni as state flow orqali sifatida o'qib olish kerak. Bo'ldi. Bu state'imiz tashqi tarafdan o'qishimiz uchun bu state'imiz ichkarida view modeldan turib ma'lumot yozishimiz uchun kerak bo'ladi. Function on event, ya'ni UI dan kelayotgan eventlarni shu yerdan turib o'qib olamiz. When event bizda hozir faqatgina search node bor edi, bo'ldi. Hop, mana shu qilib while deymizda query teng eventdan kelayotgan queryni o'qib oladi. Faqatgina buni mana bunday qilib ikkita poyezdni orasiga dollar belgisi shunday qilib yozamiz. Nuqta trim ham qilib qo'yamiz. Trim shunday. Ya'ni chekada problarni o'chirishim bo'ldi. Endi querylarni yozadigan bo'lsak, hop, birinchi o'zi odatiy yozadigan queryimiz private function get notes bor edi, to'g'rimi? Va bu albatta query talab qilardi. Query string tipida va view model scope nuqta launch turib ichkarida repositorydan get notes queryni beramiz. Collect late qilayotgan edik va bu bizga list qaytaryapti, ya'ni not list. Kelgan listni state update qilib, copy qilib notga, ya'ni state ichida notesga listni beryapti. Shunda biz UI dan albatta listni o'qib olishimiz mumkin. Get notesni mana bu yerga get notes deb turib query qilib berib qo'yadi. Mana shu. Endi UI ga o'tamiz. UI ga o'tsakda bitta oddiy simple UI qilsak. Ketdi. Not screen yoki home screen deylik, home screen composable home screen modify kerak emas bizga. State kerak, not state, event kerak, not event bo'ladi. Mana shunday. Eventimiz unit bo'ladi. Preview ni ham bir yo'l yozib qo'yaman. Preview va bu yerga home screen ni chaqirib state teng not state ga deb qo'yaman. Event mana bu yerda qolib ketdi. Xo'p, bo'ldi. Preview ni bitta ko'rib rebuild qilib qo'yamiz. Qolib qolmayapsanmi Asilbek? Xo'sh. Bo'ldi. Demak bizda column bor. Column modifier fill max size. Background ga kelsak, material sim nuqta plot scheme nuqta background ketamiz. Va padding bermaymiz. Eng tepada bizda text field bor edi. Text field valuesi bor, valueni bo'sh qoldiramiz hamda on value change. Bu mana bunday bo'ladi. Va bizda albatta modifier bor, modifier fill max bizda bo'lsin
heightini bermay qo'yaveramiz. Mana bu yerga bizga ma'lumot chiqdi. Va bu label tekstda bo'ladi. Tekstiga search deb qo'yamiz. Qidiruv. Shunday. Bizga endi shunga ma'lumot yozsa, o'shani shunday qidirib bersa bo'ldi. Ajoyib bir UI qilishimiz shart emas bunga. Xo'pmi? Xo'p. Endi bizda ikki xil holat turibdi. Bittasi searchni ma'lumotini mana shu yerda value orqali qilishimiz, ya'ni shu yerda compose state orqali qilishimiz mumkin. View modeliga olib o'tmasdan, ikkinchisi event orqali olib o'tib, state orqali qaytarib olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi biri qulay? Mayli, endi biz state ga olishimiz kerak bo'lib qoladi. Bunday qilib one search query string tipida default qiymati bo'sh bo'lsin deb qo'yaman. Va search query qayda ishlaydi? Not eventda mana bu yerda search qilayotgan paytimizda nima qilib qo'yamiz? State'da update qilishimiz kerak bo'ladi, itda copy qilishimiz kerak bo'ladi, search query teng bo'ladi eventdan kelayotgan query ga. O'shanda biz UI dan turib, mana home screenda UI dan turib, mana on value change bo'lganda event not event nuqta search not deb turib bu yerga itni berib yuborsak, u ma'lumot view modelga boradi, bizga mana bu yerga qaytib kelish kerak. Qaytib kelganda biz state ichidan search query orqali o'qib olaveramiz. Bo'ldi. Bu ham tayyor. Demak, query qilsa avtomatik qidirishni boshlaydi va boshida launch effect orqali buni true yoki unit deb berib ketgandik. Boshida bir martagina shu oyna ochilganda event orqali not event nuqta search va bu yerga empty qiymatni berib yuborayotgandik query ga. Ya'ni butun hamma ma'lumotni bittada yuklab berishi uchun. Undan keyin search qilsak, searchimiz bo'yicha ma'lumotni qidiraveradi. Bo'ldi, pastda endi build qilsak-chi buni. Hop, lazy column bor. Lazy column albatta unda vertical arrangement space by orada 10 dp dan joy bo'lsin deb qo'yaman. Va ichkarida items bor. Itemsga state ichidan notes chaqiramiz va bizga mana bu yerga note deb beradi. List ichidagi har bir itemda birma-bir olib beradi va bu yerga men oddiy tekstdan foydalanaman. Tekstga note nimasini title'ini qo'ysak bo'ldi. Color'ga kelsak, color material theme color scheme on background qo'yamiz. Va style'ga kelsak, style material theme typography nuqta title medium deb qo'yib qo'ysak bo'ldi. Mana shu orasida joy bor. 10 dp dan o'zi avtomatik buni qo'yib ketaveradi. Uni boshqa narsa qo'yishimiz shart emas menimcha. Lazy column qolgan joyda egallab oladi. Hop. Menimcha yana bir narsa qolib ketdi. Main activity ga nima yozishimiz kerak edi? Android entry point deb yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni biz aytyapmiz, bu activity kirish nuqtasi sifatida, Androidga kirish nuqtasi sifatida aytyapmiz. Ya'ni biz UI'larimiz, view modellarimiz ishlatiladigan joy mana shu activityning ichida. Shuning uchun Android entry point deb buni belgilab ketyapmiz. Chunki ichkarida view modelda ishlatamiz. Xo'p, endi bu yerda mana greetinglar kerak emas, scaffold ham kerak emas. Shuni ichiga endi wall view model teng field view model deymiz va bu yerga not view modelni chaqiramiz. Wall state by view modeldan state'ni collect as state sifatida o'qib olamiz. Oldim. Well, event thing view modeldan on event olamiz. On event.
va biz home screenni shu yerga chaqiramiz. State teng state'ga virgul event teng eventga deb qo'yamiz. Bo'ldi. Ilovani ishga tushirsak ishlash kerak. Qani tekshiramiz. Agar biror joyda xatoga yo'l qo'ymagan bo'lsak, ishlash kerak. Eshitib olib tashamabmiz u. Ma'lumot chiqdi. Eshitib bo'lgani uchun nima bo'ldi? Mana bunaqa holat bo'lib qoldi. Hop, single line deb qo'ysak bo'lar ekan. Mayli, u asli muhim emas. Yozib qo'ysak ham bo'ladi. Home screen va text fieldga single line true deb qo'yaylik. Line spread deb qo'yamiz. Bo'ldi. Endi hech qanaqa ma'lumot chiqmadi, ko'rdingmi? Lekin ishladi. Endi ma'lumotni ruchni qo'lda qo'shamiz. Qanday? Node view modeliga kiraman va bu yerga bitta funksiya yozaman. Private function generate nodes deyman. Bu nodelarni generatsiya qiladi. Va ichkariga view model scope launch qilib olib yozaman. For deyman. In birdan boshlab, ya'ni nechta ma'lumot qo'shsin. Birdan boshlab, mayli boshlanishiga 1000 ta ma'lumot qo'shsin. Shunday. Va cycle boshlanishidan oldin, mayli. Bitta list yaratishimiz kerak. Va node list teng mutable list bo'ladi, chunki bunga item qo'shamiz. Shuning uchun mutable list bo'ladi. Node bo'ladi deb. Ichkarida cycle ichida val deb turib node yarataman. Teng node va node title'ga nima deymiz? Title deymiz. Joy tashab dollar belgisi title'ni nechinchiligini berib ketishi. Ya'ni birinchi title 1, title 2 bo'lib ketadi. Va buni node listga qo'shamiz. Node listga add qilamiz. Node cycle ichida bo'lyapti bular mana. Cycle ichida demak 1000 tagacha cycle aylansin dedik. Har cycle aylangandan node yaratsin dedik va uni node listga qo'shib ketsin dedik. Demak, cycle tugaganda bizning node listimizda 1000 ta ma'lumot bo'ladi. Endi buni nima qilamiz? Repositoryga insert nodes deymizda node list jo'natib olamiz. Bo'ldi. Generate nodes. Endi bir marta ishlashi uchun qayga? Mana bu yerga search qilmaymiz u. Shu yerga init chaqiraman. Initga generate nodes. Generate nodes chaqirib qo'y. Init nima? View model initialize bo'lgan paytda birinchi marta node chaqiriladi. U view modelda initialize bo'lyapti va o'sha paytda bu ishlaydi, nodelarni yaratadi. Init shuning uchun ishlatiladi. Xo'p, launch qilamiz. Foydani ochib qo'yamiz. Kutamiz. Mana 1000 tani qilib bo'ldi adashmasam. Bittada kiritdi, chunki scroll bo'lmayapti, yonidan scroll bo'lyapti, chunki Filmax viz bermadik tekstga, o'shaning uchun. Mana 1000 ta ma'lumot kiritib bo'ldi. Endi search qilsam ham, misol uchun 999 desam, mana search qilyapti. Muammo yo'q-a, o'qday uchyapti, to'g'rimi? Bittada search qilyapti. Bir. To'g'rimi, Asilbek? Endi muammoni biz o'zimiz hosil qilamiz. Birinchi bu yaxshilab scroll bo'lish uchun mana bu yerga home screenga kelib, ichkaridagi tekstga modifier Filmax viz qo'yli. Filmax viz. Yo'qsa scroll qilib bo'lmay qolyapti. Shunday. Endi nodelarni yaratamiz qo'lda ruchnoy. Node repository, node view model.
va bu yerda men 100 mingta ma'lumot kiritadigan bo'lsam crash berishi mumkin. Mayli, shulargacha ko'rib ketinglar. Va undan oldin var start time system nuqta current time emails deyman, ya'ni boshlang'ich vaqtni olamanda va buni qayerga qo'yamiz? Buni print line deb turib yozib ketaman start time'da, ya'ni nechiligini. Start time ya'ni boshlandi. SSS deb turib yoki generate notes ichida bitta not qo'yib ketishim kerak edi bu yerga qilishim uchun. Start time teng bo'ladi dollar belgisi start time ga deb qo'ying va not list yaratdik va mingta emas 10 mingta 100 mingta ma'lumotni yaratsin, uni listga qo'shsin va insert qilsin. Insert qilgandan keyin nima qilamiz? Print line deb turib generate notes and time teng hop dollar belgisi qaus ichida system nuqta current times deydigan bo'lsam hozirgi vaqtni oladi danliman va bundan ayirib qo'yaman start time. O'shanda qancha vaqt ketganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi buni 0 dan yozishi uchun databasega kirib versiyani bittaga oshirib qo'yaman, ma'lumotlarni o'chirib olib boshqatdan yozsin deyman. Logcatga kirib olaman va bu yerga boyaga kodni yozib qo'yaman. Yozyapti hali ham. Chunki end time yozman bo'pti. 100 mingta ma'lumot. Men crash berib yubordi, yozib bo'lmadi ham. Crash berib yubordi. Endi crashni ko'ramiz. Crash bu xotiraga taalluqli bo'lgan muammo. Chunki listimizda ma'lumot to'lib ketdi. Action hour exit not cleared. Moganda ko'tarolmay qoladi. Ya'ni biz 100 mingta ma'lumotni ro'yxatga tiqib, keyin uni databasega qo'shishni so'radikda. Endi nima qilamiz? Boshqacharoq birinchi versiyani oshiraman va hamma narsani o'chirib olaman. O'chirib olish uchun view modeliga kelib turib, mana bu generate notes deganimda kommentariya qilib berib turaman. O'zini kommentariya hop bitta launch qilaman, hamma narsani tozalab tashlasin. Boshqacharoq funksiya qilamiz. Xullas, maqsadim 100 mingta ma'lumot qo'shish. Yoki 100 mingta yetadi. Mana ma'lumot bo'sh, 100 mingta ma'lumotni endi qo'shishim uchun bu yoqqa kelamiz va ikkita sikl ishlatamiz. For deyman. Birinchi sikl in ya'ni bo'lamizda. Har bitta listda 10 mingtadan bo'lsin deymiz. Demak, u 10 marta aylansa 100 mingta ma'lumot qo'shadimi? Shu. Birdan boshlab 10 gacha sikl aylan deymiz. Va ichkarida nima yaratamiz? Har sikl aylanganda listni ichkarida yarat deymiz mana bu yerda. Har bitta sikl aylanganda yangi list yaratadi va yana sikl boshlaymiz. Ikkinchi siklimiz mana bu ish bajaradi. Mana ichkariga olaman. Ya'ni i emas, endi bu nima bo'ladi? Men 0 dan yozay. Ikkinchi siklimiz for j bo'ladi. Chunki i bor. In birdan boshlasin, nechigacha? 10 minggacha. 10 minggacha qo'shyapti. Va ichkarida val deymada note yarataman. Teng note. Note title teng title ga title dollar belgisi j ni qo'yib qo'yaman. Birinchi i ni qo'yaman. Joy tashab strelka dollar belgisi j ni qo'yib qo'ysam bo'ldi. Shu. Endi buni qayerga qo'shamiz? Note listga qo'shamiz. Nuqta add note qo'shaman. Qo'shganimdan keyin bu sikl 10 ming marta aylanib, mana bu sikl 10 ming marta aylanib bo'lgandan keyin nima qilaman? Repositoryga insert notes deb buni qo'shaman. Bu yerda buni o'chirib olsak bo'ladi. Bu yerda qanaqa ish bo'lyapti? Birinchi sikl aylanishni boshlaydi. Birinchi qadam boshlandi. Boshlanganda ichkarida note listi yaratadi va
bitta sikl boshlaydi. Bu 10 minggacha aylanar ekan. Sikl 10 minggacha aylanib, har bir aylanganda not yaratadi. Not listga qo'shadi. Xullas, umumiy bu 10 mingta aylanib bo'lguncha not listga 10 mingta ma'lumot qo'shadi. 10 mingta not qo'shadi. Va sikl tugagandan keyin 10 mingtani qo'shib oladi, databasega insert qildi. Insert qilgandan keyin yana mana sikl ikkinchisini boshlaydi. Ikkinchi qadamda. Ikkinchi qadamda ham xuddi shu ish takrorlanadi. 10 mingta xullas 10 ming martadan 10 mingtadan 10 marta aylansa, demak 100 mingta ma'lumot qo'sha oladimi shunda? Shunda biz databasega 100 mingta ma'lumotni qo'shgan bo'lamiz. Qani ketdik, tekshiramiz. Xo'p, loggatimiz turibdi. Search qila olmadik. Mana qancha vaqt ketgani. Crash bermadi. Ma'lumotlar qo'shildi. Boya ham ma'lumot qo'shildi. Boya 100 mingta ma'lumotni bittada ola olmay qolib, muammo keltirib chiqaradi. Hozir ham yana crash berishi mumkin. 2249 ta ma'lumot. 2200, ya'ni 2 sekundda qo'shib bo'pti 100 mingta. Mana shu siklimiz butun boshlaydi. Shu funksiyamiz 2 sekund 249 millisekund vaqt oldi. Shu ishni bajarish uchun. Xo'p, bu yog'anda searchimiz, ya'ni ma'lumotimiz qo'shildi. Endi search qilib ko'ramiz. Ya'ni 111. Mana title qilaydi, oxirgi qo'shilganmi yoki yo'qmi, 10 mingtadan qo'shgan bo'lsa, endi bunday ko'rib olsanglar bo'ladi. Jami 100 mingta ma'lumot qo'sh. 100 mingta ma'lumot oz. 100 mingta ma'lumot ozlik qilyapti. Endi buni ko'paytirishimiz kerak o'rtoqlar. Endi ko'paytirish uchun buni 100 ming, ya'ni 100 ta qilamiz. Shunda 1 millionta ma'lumot qo'shadi jami. Va bu generate notesimiz ishlashidan oldin men database versiyani bittaga oshirib, bitta ilovani launch qilib tozalab tashlayman. Tozalab tashladimmi? Men uni o'chirib yubormadim. Mana o'chirib yuborib boshqatdan launch qilay. Men tozalab tashlamaydi, buni alt qilishim kerak. Tozalab tashladik. 1 millionta emas, 2 millionta qo'shsin mayli. Top toza bo'ldi. Endi buyurmaga kirib buni ochaman. Faqatgina nima qilaman? Get notesni kommentariya qilib qo'yaman mana bu yerda. Ya'ni notlarni olmay tursin boshida. Hech qanaqa ma'lumot bizga ko'rsatmay tursin deyman. Va siklimni 200 ta yoki 300 ta qilamiz. Ya'ni 3 millionta ma'lumot qo'shsin deyman. Boshladik. 3 millionta ma'lumot qo'shdi, boshlaydi. Loggatga tashladik. Start bo'ldi vaqt. Mana start time kutamiz. 3 millionta ma'lumotni qanchada qo'shib bo'ladi? Men UI ga chiqarmayapman, chunki har safar ma'lumot qo'shsa, bu bizga qaytarishga harakat qiladi, ilova qotishni boshlaydi. Endi shuni oldini olish uchun UI ga chiqarmay tur buni dedim. O'shancha get notes commentary qilib qo'ydim. 3 millionta ma'lumot qo'shish ko'p vaqt olar ekan-a. Ya, kelinglar, buni boshqacharoq tekshiramiz. To'xtataman. O'zi bo'ldi, endi qo'shib bo'ldi. Ya'ni bu qancha vaqt oldi? 44 minut, 44 sekundda qo'shib bo'ldi. Salkam 45 sekund. Bundan bu yog'i millisekund bo'ladi. O'shaning uchun, ya'ni har bir 1000 millisekundimiz 1 sekundga to'g'ri keladi. O'shanda bu 44, salkam 45 sekundda, demak 3 millionta ma'lumotni qo'shibdi. Endi generate notesga kommentariya qilib qo'yaman. Bu kerak emas bizga, ortiq. Endi noteslarni ol deyman. Buni yoqib qo'yaman-da, ilovani launch qilaman boshqa. Ilova ishga tushdi. Kutyapmiz. 3 millionta ma'lumotni olarmikin. Olmayapti-yu. Endi oldi mana. 3 millionta ma'lumot bittada. Va scroll qilib bemalol olib borsak bo'ladi. Endi qanday qilamiz?
1 2 3 4 10 mingtadan qo'shsin dedik mana. Kirish berib yubordimi? 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Xullas nima bo'lyapti? Databazga so'rov jo'natdi. Menga hamma ma'lumotni ber deyapti. Qancha bo'lsa mana hammasini chiqardi. Endi search qilaman. 1 2 3 4 dan deyman. Search ham juda qiyin ishlayapti. Qani chiqarib berarmikan? Bu har search qilganda yangi ma'lumot so'raydi. Uni ham hajmi katta bo'lsa bizga qaytara olmay qoladi. Ko'ryapsizlar? Xullas nima demoqchiman? O'shagacha bu ma'lumotni mana shunday biz o'zimiz odatdagidek ishlatadigan usulda olib keldim. Aslida 3 million talab ma'lumot qo'shsang, buni databazga saqlash keragi yo'q, chunki pagination ishlasak ham sekinroq ishlaydi. Ko'p ma'lumot qo'shilsa, demak, uni yo'llari bor tezroq ishlatishdi, lekin undan ko'ra uni serverga saqlash kerak. Serverga saqlab, serverga jo'natadigan bo'lsak, server u protsessor kuchli bo'ladi. Va biz so'rovimiz bo'yicha pagination orqali bu ma'lumotni qaytarib beradi, tez bo'ladi ancha. Va nari yoqda ma'lumotlarni bo'lib, taqsimlab, tezroq ishlash uchun o'zining texnologiyalari bor server tarafda. Backendchilar qilishadi. Ya'ni bizga ma'lumotlarni tezroq topib berish, tezroq qaytarish vazifasini bajarish. Bu o'sha narsani Androidda ham qilsak bo'ladi, lekin baribir u bunga mo'ljallamagan. ROM medium o'lchamdagi ma'lumotlar bilan ishlash. Endi milliondan oshadigan bo'lsa, u medium bo'lmay qoladi. Ya'ni large data type'ga kirib ketadi. Ya'ni katta ma'lumotlar bilan ishlaydigan bo'lib qoladi. Nima bo'lsa ham biz pagination tekshirish uchun shu ishni qilayotgandik va searchimiz ham osilib qoldi. Yana bitta nom qo'shaylik. Mana. Endi men nima qilmoqchiman? Eng oxiriga ko'rsak, demak, rostdan ham 3 millionta ma'lumotni qo'shibdi. Endi men hammasini o'chirib yuboraman. Kutaman endi. Ko'ryapsizlar? Sekin obnovleniya qilib ma'lumotlarni qaytaryapti. Oxiri crash ham berib yubordi. Xo'p. Crashni bergani menimcha diskga ma'lumot sig'may qoldi. Shundan bo'lishi mumkin. Out of memory mana xotirada joy qolmaganligini aytayapti. Allocation previous on target free point. Ular shunaqa. Xotirada joy qolmaydi. Shunaqa crashlarni beradi. Chunki bu operativkada saqlanadi. Listlarimiz operativkada saqlanadi. Telefonimiz operativkasida. Operativka to'lib qoladi, shu bilan crash beradi. Demak, endi bu joyda bizga nima yordam beradi? Pagination yordam beradi. Paginationga o'tamiz. Kimdir uyqung kelgan bo'lsa, aylanib bir Asilbek. Uyqung kelib qolmadimi? Yo'q. Ha? Yo'q. Yaxshi, davom etamiz. Ketdik. Pagination. Pagination. Bu yoqda yopaman. Notedowga kelamanda va mana bu yozgan query'imdan o'zgartirishni boshlayman. Get notes. Xuddi shu. Faqat endi buni flow emas, paging source degan tip bor mana. Paging source ikki xil ma'lumotni talab qiladi. Birinchisi int tipida, int. Ikkinchisi bizi data type'imiz noteda, ya'ni qanaqa qiymat qo'yadi. Bu int har bir sahifani ma'lumoti bo'ladi. Ya'ni sahifamiz page, har bir page'imiz int tipida bo'ladi.
va keyingisi notimiz bo'ldi. Demak, tipni o'zgartirdik. Demak, flowni ishlatmayapsiz bu yerda, paging source'ni ishlatyapsiz. Tushunarlimi? Endi get notes ishlatgan joyimga repositoryga qaytaman. Repositoryda biroz boshqacha bo'ladi endi. Get notes query dedik va buni bizga qaytariladigan data type'i flowda bo'ladi. Faqat list emas, bu yerda paging data da bo'ladi. Paging data. Va paging datani tipi notda bo'ladi. Teng bo'lmaydi. Endi bu yog'iga mana bunday figuralar qavs ochamiz va ishlashni boshlaymiz. Return qaytar nimani? Pager degan klass bor. Pager klassini chaqiramiz. Shunday. Va bu unga ikki xil qiymat beramiz. Birinchisi config. Config paging config bo'ladi. Paging config teng paging config. Paging configda page size bo'ladi. Ya'ni har bitta page'imizda nechtadan ma'lumot qaytsin deyapmiz. Ya'ni 100 tadan ma'lumot qaytsin. Ya'ni biz databasega birinchi so'rov qilganimizda 100 ta qaytaradi yoki birinchi so'rov qilishimizda mana bu yerda initial load size'da 100 deb yoki 200 qilib default holatda 100 bo'ladi. Chunki bu yerga 100 berdik. Default holatda misol 100 bo'lsa, boshida 200 ta yukladi deyishimiz mumkin. Har safar biz scroll qilib pastga tushganimizda 100 ta ma'lumotni databasega so'rov jo'natib olaveradi. Demak, boshida 200 ta ma'lumotni olishni so'radik. 200 ta ma'lumot bizga keladi va pastga scroll qilib tushayotganimizda 200 ta ma'lumot tugadimi? Keyin yana 100 tani so'raydi. Yana scroll qilamiz. 300-siga kelsak, yana 100 tani so'raydi. Demak, page size shu. Databasega 100 tadan ma'lumotni olib kel degan. Bu yerga enable placeholders false qo'yamiz. Default holatda o'zi false bo'ladi. Bu placeholders bu asosan retrofit bilan, ya'ni room bilan ishlayotgan payt, retrofit bilan API bilan ishlayotgan paytimizda ishlatamiz. Serverga so'rov jo'natdik, serverdan ma'lumot tez kelmaydi-da, o'sha holatda kutib turishini o'rniga, ya'ni UI qotib turishini o'rniga placeholder, ya'ni o'sha ma'lumotlarni 100 ta so'rab qo'yding, 100 ta ma'lumotni joyini placeholder qilib, ya'ni qanaqadir rasm sifatida ko'rsatib turadi. Xo'p, config tugadi, davom etamiz. Endi paging source factoryga nimani olamiz? DAO dan kelayotgan get notes olamiz va bu yerga query ni berib yuboramiz. Mana shunday. Va mana pagerda eng oxiriga kelamanda buni flow deb qo'yaman. Ya'ni flow tipida bo'lsin, flow oqimga o'tkazib yubor. Flowga o'tkazib yuboradi. Tushunarlimi? Get notes tayyor. Keyingi logika view modelda bo'ladi. Diqqat qilib, fikrni bir joyga jamlab turinglar. Va view modelni men o'zgartiradigan narsam ko'p. View modelda. Xo'p, birinchisi qidiruv. Biz mana bu yerda xato qildik yana, chunki get notesda har safar qidiruv qilganimizda nima bo'ladi? Yangi scope yaratadi va buning ichida collectorni yana qaytadan yaratadi, ko'payib ketaveryapti. To'g'rimi? O'tgan safar buni job orqali hal qildik. Endi get notesni bu usulda olmaymiz. Bu funksiya batamom kerak emas. O'chirib yubordim. Va mana bu yerda ham on eventda search notes turibdi, bu yerdan ham o'chirib yubordim. Xo'p, mana query bor. Query tursin. Endi state'ni ishlatmay qo'ydik. State'ni ishlatyapmiz. State'ni nima? Search query orqaga shunchaki ma'lumot qaytarish uchun ishlatyapmiz. Search'ni ma'lumotini qaytarish uchun. Mana bu UI'imizda, search'imizda mana bu yerda yozgan ma'lumotimiz text field o'zida ko'rinishi uchun nima qilib qo'ydik? Value ga qaytarib qo'ydik xolos. Shu demak state boshqa vazifasi yo'q. Biz endi alohida bu yerga private val deymanda search query degan o'zgaruvchi e'lon qilaman. Teng bo'ladi bu mutable state flow bo'ladi bu va empty bo'ladi default qiymat. Xo'p, buni yozdik. State'imiz bor. Endi val deb turib val notes deyman. Ro'yxatni yozaman shu yerda o'zida. Teng bo'ladi bu. Mana shu search query'da endi o'zgarishlarni yozamiz. Ya'ni boshidadim debounce, ya'ni kutish vaqti. Searchda sen ma'lumot yozyapsan, tezda misol uchun salom degan so'zni yozmoqchi bo'lsang, debounce qo'ymaydigan bo'lsak, s a l o m, ya'ni har bitta harf yozganingda bu databasega so'rov jo'nataveradi. Endi shuni oldini olish uchun debounce ishlatyapmiz. Debounce nima qiladi? 500 millisekund, ya'ni yarim sekund ichida kutib turadi, yarim sekund. Sen s ni yozishni boshlading, bu yarim sekund kutadi.
yarim sekund ichida sen allani yozib olasan misol uchun. O'shanga bitta so'rov jo'natadi. Keyin qolganini yozguningcha yana yarim sekund o'tadi. Umuman olganda yarim sekund pauza qilib qayga databasega so'rov jo'natadi. Xo'p, keyingisi distinct until changed. Bu nima degani? Qanaqadir bir xil ma'lumotlarni qayta yozib jo'natayotgan bo'lsang, bu kutib turadi. Deb databasega so'rov jo'natavermaydi. O'zgarish bo'lsa, keyin so'rov jo'nat degan. Endi bu yerda eng asosiysi flat map latest degani. Bu yerga query bo'lib keladi. Mana shunday. Xo'p, query jo'natadi. Endi mana shu yerga biz nima qilamiz? Repository ichidan nima edi? Get notes ga query ni berib yuboramiz. Bo'ldi. Endi pastidan cached in view model, ya'ni scope ni berib qo'yishimiz kerak. View model scope dan foydalanadi. Ikkalasi xatolik chiqarayotgani bularda nima qilishimiz kerak? Opt flow preview ni notes ga yoki not view modeliga qo'sh deymiz. Flat map view modeliga qo'sh desak, managa eksperimental qilib qo'shib qo'yadi mana. Tushunarli? Xo'p, endi biz bu notesni qaytib olib ishlatsak bo'laveradi. Pastga tushaman. Endi search query qachon o'zgaradi? Search query har safar search query o'zgarganda, demak, o'zgargan qiymatini bu qayerga? Mana bu yerga beradi. Repositoryga o'tkazib beradi. Repositoryga o'tkazib berayotgani bu flat map latest orqali o'tkazib beradi. Chunki bu flowda qandaydir o'zgarish bo'lsa, o'zgarishni flat map latest orqali tekshirib olamiz. Har safar bitta o'zgarish bo'lsa, flat map latest uni oladi. Olgandan keyin qayga jo'natyapti? Get notes ga jo'natib yuboryapti. Va bu map bo'lgani uchun string tipida kelayotgan ma'lumotni qayga? Mana bu yerda kelayotgan, mana get notes tipiga o'tkazib yubordi. Mana flow paging data notes. Endi notes ga keladigan bo'lsa, mana tipini ko'radigan bo'lsa nima bo'ldi? Flow paging data notes. Ko'rdingmi? O'zi aslida bu nima edi mana? Search query ga kursorni olib kelsam, mutable state flow da string edi. Bunga tengladik, lekin bu ma'lumot kelib mana bu yerda o'zgaryapti. Xohlasanglar mana shu yerda kommentariya qilaman. Cached in ham kommentariya qilaman, chunki uni endi notes ga kursorni olib kelsam, tip oddiy flow string da bo'lib qoldi. Ko'rdingmi? Demak, nima ekan? Flat map latest birinchidan o'zgarishlarni tekshiradi, ikkinchidan bir turdan boshqa turga o'tkazib beryapti. Xo'p, shu endi not va search query qachon o'zgaradi? Qachonki eventdan kelayotgan search node'da qanaqadir o'zgarish bo'lsa, endi mana bu yerga search query yoki val o'chiramiz. Search query ni valuesi teng bo'ladi. Mana shu yerdagi o'zgarishga bo'ldi. Pastga tushiraman. Generate nodes ortiq bizga kerak emas. Initda mana buni ham o'chirib yuboraman, ishlatmayman. Demak, mana bu nodesni UI da ishlatsam bo'ldi. Shaygacha savol bormi? Yo'q. Tushunyapsizlarmi? Menda borda Ha? Ha. Menda borda Xo'p. mana Davoda Xo'p. pagination ishlatdingiz-a, qiymat qaytardik, qiymatini jo'natishda, hali flowdan degan. Xo'p. Repositorydan nima uchun yana mana flow desangiz qaytaraveryapti? Qanaqa bog'liqlik bor? Xo'p. Biz oddiy paging source tipida oldik, qaytaradigan qiymating paging source da bo'lsin dedik. Repositoryga kelganimizdan keyin biz konfiguratsiyalarni shu yerda berib qo'yishimiz kerak-da. Ya'ni bunga aytishimiz kerak. Qaydadir aytishimiz kerak-da, view modelda aytish kerak yoki repositoryda. Odatda repositoryda yoziladi bu narsa. Va shu yerga aytyapmiz. Birinchi pager orqali qaytardi degan. Asosiysi mana pager. Pager kursorda borsak, u oddiy nima bo'ladi? Paging source bo'ladi, qaytaradigan qiymati eng oxiridagi, ya'ni oladigan qiymat paging source talab qiladi. Va ichkarida konfiguratsiyalar bermasak bo'lmaydi. Konfiguratsiya nima? Buni so'rov jo'natamiz. Misol, nechtadan ma'lumot olsin databasedan 100 ta olaversin. Har safar so'raganimizda, ya'ni scroll qilib orqaga yetib tushganimizda 100 tadan so'raydi. Initial load size. Boshida shunday kirgan paytda 2 ta ma'lumotni yuklab olsin dedik. Placeholderni false qilib qo'ydik, bu muhim emas. Va paging source factory bu o'sha ma'lumot, qaysi ma'lumot databasedan kelayotgan ma'lumotni olib qo'ydik. Va paging source factory ham nima so'raydi? Faqat paging source so'raydi. Ko'ryapsizlar? O'sha nodesda tipini paging source deb qo'ydik mana.
Tushunarli, endi tushundim. Endi bu flow qilib olmasak bo'lmaydi, chunki flow qilib o'qi desak, o'shanda o'zgarishlarni bizga xuddiki o'zgarish bo'lsa, flow qilib qaytaradi bizga o'zgarishlar. Tushunarli. Biz list emas, paging data ishlatamiz bu yoqqa. Chunki pagination talabi shu, paging data ishlatish kerak. Paging datani o'zini ichida klasslari bor, qiladigan ishlari, chunki lazy columnda misol pastga scroll qilib tushyapsanda eng oxiriga yetib tushding. O'shalarni hal qilish uchun paging data o'zi ularni tekshirib hal qiladi. Hozir UI da uni yozishni boshlaymiz. Xo'p, UI ga kelamiz. UI da state'imiz bor, eventimiz bor. Bunga endi qo'shimcha bitta nima qilamiz? Notes ni yozamiz. Notesimiz nima edi? Paging data deydi. Note'da. Shunday. Buni yozdik. Endi buni ishlatgan joyimizga, ya'ni main activity'ga kelsak, nimani so'raydi? Notes so'raydi. Notes qayda edi? View modelning ichidan notesni olasan. Buni bir yo'la collect qilmaymiz. Collect as lazy column sifatida o'qish kerak edi buni. To'xtaylarchi, notes ko'rsak, cached in deganmiz, view model scope qo'yganmiz. Hop. Va buni albatta tipi flow da bo'lyapti, paging data da bo'lyapti. Orqaga qaytamiz. View model notes collect, chunki bunda bizda xullas nima chiqmayapti? Bizda chiqmayotgan narsa collect as lazy paging item. Collect as lazy paging item degan tipga o'tkazib olish kerak. Endi bu ishlamayotgan sababi biz ikkita kutubxonani hali olganimiz yo'q. O'shani qo'shsak, keyin ishlaydi. Kutubxonalar bu Android Paging Compose da bo'lar. Android X ichida Paging Compose. Bizda u kutubxonalar yo'q. Kutubxonalarni qo'shmadik. Mana endi shuni qo'shsak, nima uchun qo'shayotganimizni sizlar ham bilib olasizlar. Gradle modulga kiraman va bu yerga pagination deb yozaman. Pagination shungacha ishlayotdi desanglar, ishlayotgan sababi biz room dekini qo'shib qo'ydik. Room vazifasini bajardi. Buni olib tashlasak ham menimcha ishlasa kerak, bir tekshirib ko'ramiz. Lekin asosiy kutubxona bu yerda mana. Android X paging runtime hamda paging compose. Bu yangi versiyasi mabodo chiqqan bo'lsa 3.3.6 ekan, 3.3.6 ga olib qo'ysak bo'ladi. Olmay qo'yaylik, mana shu yerda turaversin. Sync qilamiz. Ikkala kutubxonani qo'shinglar shu joyga kelganda. Qo'shdik. Endi main activity ga kelamizda collect as mana lazy paging item sifatida yuklatib qo'yamiz. Va bu parametr to'g'ri kelmayapti. Parametr nariyoqda biz kursorda olib boradigan bo'lsam paging datani kutayotgandim, lekin lazy paging item topildi deyapti. Hop deymiz. Notes ga o'tamizda tipini lazy paging item sifatida o'qib oldingiz va xatolik ketdi bu yerdan. Ko'rdinglar-a? Demak, view modeldagi notesimiz o'zi tipi flow deydi. Endi biz buni nima lazy column tushunishi uchun collect as lazy paging item sifatida o'qib oldik. Va uni home screenga berib yubordik. Home screen mana notesda lazy paging item sifatida olib kelyapti. Endi shu yerda o'zgartirishlarimizni qilamiz. Qayerda? Pastga tushib, lazy column qilamiz. Qiyin emasmikin? Hop, items. Men boshidan mana bu yerdan yozib qo'yib qolay. Items deymiz. Items va itemsni mana busini ishlatamiz. Ya'ni count, key degan joylarni. Items va count ga yozaman. Count teng bo'ladi. Tepada kelayotgan notesni item count'iga key teng bo'ladi, ya'ni kalit. Notesda item key deymizda asosiy kalit nima? Farqlovchi kalit itni id'si bo'ladi. Mabodo u null bo'lsa, 0 qo'yib qo'yaverib qo'yamiz.
yoki tegmasak ham ishlarmikin ana shunday. Virgul qo'yamizda virgul deb aytamiz mana shu yerga content type deymizda. Content type shunchaki content type yozib qo'ysak bo'ladi, ya'ni notesda item content type'ini olamiz va bu yerga shunchaki notes deb qo'ysak bo'ladi. Content type bo'ldi. Qavsini ochamiz, xatolik beradi. Xatolik to'g'rilash uchun 0 yozib qo'yamiz. Mabodo 0 bo'lsa shunchaki null bo'lsa 0 deb yozib qo'yamiz. Endi mana bu tekstimizni shu yerga yozsak bo'ladi, lekin bizda not yo'q. Endi notni olish uchun val not teng bo'ladi. Qaydan? Mana bu yerda index kelib chiqadi endi. Not emas, index. Xo'p, tepadagi notdan bunday qilib olamiz, index bo'yicha olamiz. Bo'ldi. Va uni bu yerga qo'ydik. Endi nullable bo'lgani uchun mana bunday yoki bu yerga umumiy notesni nullable qilib tekshirib olib, keyin bizni not itemimizni shuning ichiga yozsak bo'ladi. Tepadagi pastdagi item kerak. O'zgarishlar ko'p, ma'lumotlar, boshqa ma'lumotlar ko'p. Chunki shunday yozmasak bo'lmaydi. Taqavus yoki ko'p yoki oz. Buniki bo'ldi. Items 2 bor. Mana bu lazy-niki bor. Bu column-niki. Bu asosiy funksiyaniki. Qaysiniki? Nimaniki? Xatolik pastida preview'da beryapti shekilli. Buni o'chirib yuboramiz. Kerak yo'q. Bo'ldi. Xo'p. Menimcha bu qolmadi. Tekshiramiz. Sizali ham 3 millionta ma'lumot bor. Bir 2 sekundda chiqdi. Pastga search qilamiz. Mana 2 tadan keyin o'zi avtomatik yuklaveradi. Bizga bilinmayapti xolos. Qani search qilib ko'ramiz. 1 2 3 4. Chiqdimi sirazi? Biroz tekinu tak chiqyapti. O'chiraman. Eng muhimi kirish bermayapti. Bo'ldi. Sirazi qaytdi. Shu narsa pagination bo'ladi. Endi men katta ma'lumotlar bilan ko'rsatib beryapman. Aslida 3 millionta bo'lish uchun Hazir akam ma'lumot bilan ishlash kerak-da. Ko'p ma'lumot bilan ishlash kerak. 3 millionta o'ta katta ma'lumot. Kuniga 3 mingta to'plasa ham 3 millionta to'plash uchun 10 kunda 30 ming, 100 kunda, 1000 kunda, ya'ni 3 yildan oshiqda, 3 yil atrofida to'plar ekan. Kuniga 3 mingta operatsiya qilgan taqdirda. Xo'p. Tushundinglarmi? Endi itemsda bu countni belgilab qo'yishimiz kerak. Avvalda content type shunchaki item content type deb turib notesni berib qo'ysak bo'ldi. Biroz murakkab, lekin bir-ikki marta qilsanglar shu yo'lda ish beraveradi. Endi bitta narsa bor, o'shani ham ko'rsatib ketishim kerak. Ya'ni hozir bizda bilinmayapti, pastga scroll qilayotgan paytimizda to'xtalish bo'lmayapti. Chunki databazdan olyapsiz-da, tez bu juda. Yuzta ma'lumot tez olib beraveradi. Lekin boshida bir 2 sekund to'xtalish bo'lyapti. Shuni ko'rsatish uchun loading ko'rsatsak bo'ladi. Bu API ga so'rov qilgan paytimizda ham boshida misol kutish vaqtini yoki pastga scroll qilayotganimizda ma'lumot chiqmasa, uni kutish vaqtini misol loading bilan ko'rsatib qo'ysa bo'ladi-da. Bez loading bo'lsa, xuddi ilova qotgandek turib turaveradi. Loading qilib qo'ysa, ma'lumot yuklanyapti ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Xo'p, uni qanday qilamiz? Column, bizda butun boshli column edi va columnda text field bor edi, uni pastida lazy column edi. Hop, va bu yerga men when deyman. When qachonki state emas, bu yerda notes ichidan hop load state nuqta load state append refresh source prepend bor. Append yoki refresh.
Xo'p, bizga refresh kerak bo'ladi. Refresh nima? Ma'lumotlar boshida yuklanayotgan tur hisoblanadi. Xo'p, refresh bo'lgan paytda mana boshida yuklanayotgan paytda mana birinchilarni qo'shib olaman. Yuklanayotganda qanaqadir xatolik bo'lsa, xatolikni yuklanmayotgan holati bo'lsa, ma'lumotlarni ko'rsatsak bo'ladi. Shu. Endi bu yerga mabodo yuklanayotgan bo'lsa, boshida ko'rinadi xolos. Bu yerga misol box deb turib modifier fill max size bo'ladi va content alignment center bo'ladi va box ichida circular progress indicatorni chaqirib qo'yamiz. Qani shu holatda tekshiramiz. Bu box faqat loading bo'lganda ko'rinadi. Boshqa payt bu o'chib qoladi. Tekshiraylikchi. Loading mana bu o'chdi. Tushunarli? Endi scroll qilsak, bu narsa chiqmaydi. Chunki bu faqat boshida ko'rinadi, xolos. Boshida ma'lumotlar yuklab olguncha. Qaytadan launch qilamiz. Qolgan payt o'ta tez yuklarganda loading ulgurmayapti. Endi qolgan payt scroll qilganimizda refresh ishlamaydi. Refresh ishlamaydi. Refresh kimdir qo'yib qo'yadimda tepaga qilib tepadan bitta refresh qilsang qaytadan ma'lumot yuklash so'raydi. Hop, search qilganimizda mana search qilganimizda loading chiqyapti, ko'rdinglar? Search chunki loading chiqayotgani nima bo'lyapti? Searchni amalga oshirgan paytimizda mana bu yerga so'rov keladi. Bu yerga so'rov qilgandan keyin bu narsa qaytadan yaratiladi. Qaytadan ma'lumot oladi. Hamma narsa qaytadan yaratilayotgani uchun search ishlayapti bu yerda. Endi FFF misol Scroll qilayotganda ishlamaydi rostdan. Ishlamaydi. Mana bir qildik. Yuklab olguncha refresh chiqyapti. Bir. Ma'lumot chiqmasa endi empty ma'lumot turaveradi. Xo'p. Scroll qilayotganda-chi qanaqa ko'rsatamiz? Database da uni farqi yo'q, lekin bu yoqda scroll qilayotgan paytimizda uni bu narsani tepadagi asosiy joyga yozdik. Endi lazy column ichida itemsdan keyin pastiga yozaman. Xuddi shu narsa. When deyman, notes ichidan load state va buni endi refresh emas appendni ishlatamiz. Append pastga scroll qilayotgan paytimizda chiqadigan ma'lumotlar. Bunda ham 3 ta birinchi bor error. Bizda hozir xatoliklar yo'q. Biz asosiysi loading va not loading. Biz faqat loading bo'lgan paytda ma'lumot chiqarmoqchimiz. Xo'p, loadingni olamiz. Loading bo'layotgan paytda endi itemni chaqiraman. Bu item qaysiniki? Item bu lazy columnniki. Itemni chaqiraman va bu yerga hop box yozamiz. Box modifier fill max viz bo'ladida content alignment nuqta center horizontal bo'ladi. Mana shunday centerda o'zini yozar ekanmiz. Center o'zi va bu yerga circular indikatorni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu o'sha pastga refresh qilayotgan paytimizda ma'lumotlarni yuklab berayotgan paytda chiqadigan narsa. Endi buni hozir ishlatib ko'rganimiz bilan menimcha ulgurmaydi uni ko'rsatib berishga. Mana scroll qilamiz. Ko'rsatishga ulgurmasa kerak. Ulgurmaydi mana. Sraz yuklab beraveradi. Endi buni qo'lda ruchnoy hosil qilishga harakat qilib ko'raman. Qaydan? View modelda repositorydan qilishga ko'ramiz. Qayergadir buni qo'yishimiz kerak. Ya'ni pastga refresh qilyapmiz. Qaydadir delay qo'ysak bo'larmikin? Tushunarli bo'ldi. O'zingiz qiynalmay qo'ying. O'ta tez yuklarganda deb mouse qo'yib ko'raychi. vaqt olib beryapsizmi? 1 sekund. Bir yuklanadi baribir. Mana
Ne bu debounce back ish bermas ekan. Bo'lganda shu. Bitta yo'li bordi, eslolmadim. Qayergadir o'zimiz hosil qilib ma'lumotni sekinlashtirsak bo'lar. Uni sekinlashtirib bo'lmaydi, ochna haligi ana kursorda scroll qilayotganingda yuklaydi-ku. Haligi misol qo'ydingiz, scroll qilayotganingizda ikkita ma'lumot qo'shadi-yu. Hozir mana bu yerdan bitta yozaydi. Lost state append. Mana ChatGPTdan bitta so'rab ko'raylikchi, balki yechim chiqib qolar. ChatGPT I'm making Node app using Paging 3 lives in Android Compose. How can I add some delay while loading next page? To show loading indicator. Hani pagingda flow'da ko'rib kuzatish. If not slots appends loading is appending value to bir soniyaga kechiktirish is appending. Shuni qo'ysang bo'ladi deyapti. Alternative usul produce state. Not is appending while qo'y bu ruchnoy yomon qilar ekan bular. Mana bu sal boshqacharoq bo'lar ekan. Mana shuni ishlatib ko'rsa bo'lar. Balki not slot is appending bo'lsa is appending bilan loading qo'y deyapti bu yerga. Hop, qani repositoryda siz getnode funksiyasiga suvni eshiklarga qo'yishingiz mumkin, lekin buni to'g'ridan-to'g'ri pager ichida emas, balki paging source yoki remote mediator ichida qilishingiz mumkin deyapti. Remote paging source custom class yaratdi. Oho, ish ko'payib ketar ekan. Getnode ichida paging source ichida getnode config paging source factory flow qildik. Nima o'zgaradi? Hey, mana narsani tekshirib. Umumiy holatda tushundik ochna. Bo'pti. Bitta savol. O'shaga yozib qo'yaychi. Xo'sh. Misol hozir o'ta tez yuklagani uchun u chiqarmayapti, lekin qandaydir muammo bo'lib, sekin yuklaydigan bo'lsa, chiqaradimi o'shani? Ash holatda ham? Ha, chiqadi. Yo'q, o'shani tekshirmoqchimiz, chiqarmasligi mumkin bo'lgani uchun. Is appending produce state qilyapti. Initial value false, key not loading set append. Hop, if not is loading bo'lsa, hop, 1-2 sekundga kechiktir. Is appending da endi mana bu yerga qo'ysak. Item if is appending bo'lsa, hop bu yerga mana bu item qo'ydim. Suvni 2 sekundga kechiktirish. Yo'q, chiqmadi bu. Bo'ldi. Xullas shu o'rtoqlar.
Tushunarli bo'ldi umumiy holatda. Hmm. Savollar yo'qmi? Yo'q. Shuni endi proyektimizda haligi mebel programmamizda hop kategoriyalarda mahsulotlarni olishda kerak emas, chunki ular ishib ketmaydi. Mijozlarni olishda ham shart emas, u ham katta bo'lib ketmaydi. Lekin 3 ta joyda olishimiz kerak. Ya'ni qayda? Ilovani deb yurg'izaydi. Birinchisi mana bo'limlarda ombor hisobot. Ombor hisobot ishadigan narsa juda ham. Shuning uchun mana shu yerda pagination ishlatishimiz kerak. Ikkinchisi savdo hisobot. Savdo hisoboti ham doimiy kengayib boradigan narsada. Chunki operatsiya Qo'shilib boradi. bajariladi. Va keyingisi savdoda mahsulot tanlaydigan joyimiz mana shu yerda. Bu mahsulot tanlashimiz qaydan kelib chiqadi? Ombor hisobotidagi ma'lumotlardan kelib chiqadi. Hozir mavjud mahsulotlar 0 bo'lgancha u yoqda ko'rinmayapti-yu. Lekin u ham ishadigan narsa. Misol senda borana 1000 ta tovar bordir yoki aslida bu ham juda katta bo'lib ketmaydi. Nari borsa 1000 ta tovaring bo'ladi, to'g'rimi? 1000 xil bo'ladi. Undan ko'p bo'lib ketmasa kerak. Endi ham ko'ngil to'ymasa, shu yerga qo'shib qo'ygan yaxshi o'shani. Lekin asosiy ombor hisoboti bilan savdo hisoboti bo'lish kerak. Chunki ombor hisobotida tugagan mahsulotlar ham ko'rinib turibdi-yu mana. Tugaganu, tugamaganu hammasi shu yerda ko'rinadi. Ancha biroz to'lib ketadi. Savdo hisoboti endi aytmasa ham bo'ladi. Har bitta savdo shu yerga yoziladi. Shu ikkalasiga qilishimiz kerak. Bunga qilgandan keyin filtr bu yerda saralashlar ham nima bo'ladi? O'zgaradi. Ya'ni bularda ham logika biroz o'zgaradi. Ikkala joytiga keyingi darsda qilsak, shu bilan ilovani ishlatsa bo'laveradi. Hozir ham ishlatsa bo'laveradi. Chunki 10 ming talab ma'lumotni ham olsak, qotgani yo'q u boya birinchi darsda. Bu darsi boshida. 100 mingdan oshsa, 50 mingdan oshsa bildirishni boshlaydi. Sekin kechikib ma'lumotlar chiqadi. To'g'ri chiqganingda ham, boshqada ham. Lekin hozirgi hech narsa katta proyekt qilib shuni misol hamma foydalanadigan katta proyekt qilaman desang qo'yish kerak ekan, to'g'rimi? Qo'yish kerak ekan. Shunaqa proyektni GitHubga ham yuklab qo'yaman, lekin sizlar video darslikdan ko'rib qilganlaring qulayroq menimcha. Bu proyektimiz video darslik qilgan mana kichkinagina proyektimiz mana o'zini. Ya darslikdan ko'ramiz uni. Tushunarli. Yaxshi. Endi bitta narsa. Pagination mana notesni asli bu yerga qo'ysak ham bo'lardi. State ichida ham toshib olib o'tsak bo'laveradi. Ikkala usuli ham mavjud. Men notesni asosiy bu yerga yozib oldim, keyin uni o'sha tushunarliroq shekilli deb o'ylayman. Parametr orqali olib o'tib ketdim mana bu yerda. Ya'ni main aktivdan view modeldan notesni olib, collect as lazy paging items qilib oldim. Agar bunday qilmaganimda notesni o'zini olardim, flow sifatida olib, state'ni olib o'tardimda, baribir state'da ham olib o'tganimdan keyin home screenda mana bu yerda yozardimda o'sha narsani. Oldimda. Deylik notes deb turib state'dan o'qib olardim o'shani. O'qib olib, ya'ni collect as lazy items qilib o'qib olardim, keyin ishlataverardim. Tushunarli. Shu. Savollar yo'qmi? Okey. Mhm.